Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Zohid usta. Bugungi qisqagina roligim yerto'lat o'rnatish haqida bo'ladi. Ya'ni bozorga borsangiz buni nomini chashagan deydi. Chashagan degan nomi bor, lekin bu albatta yerto'lat. Yerto'lat o'rnatish haqida bo'ladi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Bu qisqagina roligim foydasi tegsa, xursand bo'laman. Bardakka e'tibor bermaysizlar. Ish jarayonidaman, srochni keldim. Kechqurun kelib kanalizatsiyasini o'tkazdim. Trapini yana qaytadan o'zgartirdim. Aslida bu boshqa yerda bo'lgan, hozir joyini ham o'zgartiryapmiz. Ham ikkinchi nüans tomoni oldingi anaqamiz, ya'ni oldingi trapning tagi bo'lmagan, ya'ni suv turadigan joyi bo'lmaganda prямо bo'lgan. Bu yerdan agar bilasizlar, bu suv turadigan joyi bo'lmadigan bo'lsa, bu yerdan hid chiqadi, ya'ni xona kanalizatsiyani hidi xonaga chiqadi. Eshik yopib qo'ygan paytingizda, shaqagan paytingizda xona hidlanadi. Shuni hisobiga anaqa olgan yaxshi, ya'ni tagida suv turadiganini olgan yaxshi. To'g'ri, buni o'zini turbasi bor, o'zini moslamasi bor. O'sha oddiy teshik qilsangiz ham, chashaganda oddiy teshik bo'lsa ham, bu ham suv turadi, bunda ham suv turadi. Lekin zavodskoy o'zida turganini oldim hozir. Endi buni oddiy bilan buni orasida 100 ming, 150 ming shu atrofda farq qiladi. Keyin buni nimaga e'tibor berish kerak? Keyin buni teshigi bu teshigi jin kichikroq, ya'ni kanalizatsiya suv chiqib ketadigan joyi jin kichikroq. Buni ham yechimi bor. Buni yechimi albatta oddiy gofrani olib, bozorlarda sotadi gofrani, Toyota gofrasini olib, unitazli gofrasini olib, bu o'rnaqiga tiqiladi, ya'ni teshikka tiqiladi. Teshik kichkina. Chunki kanalizatsiyam 100 talik-ku, 100 talik bo'lganligi hisobiga o'sha yonidan unaqa qo'yishi mumkin. Hid chiqishi mumkin, kerak bo'lsa suv chiqishi mumkin. Shuni hisobiga albatta gofrani rezinkasini olib albatta qo'yilishi kerak. Keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Albatta bu turadigan joyi, aynan bochkasi turadigan joyi oddiy qum tashlash kerak. Men kecha hozir tayyorladim, mana qum tayyorlab qo'yganman, qum solib. Shu yumshoq tushish uchun, agarsa tushmasligi uchun qum solganman. Mana o'rnatishni ham birozgina ko'rsatib o'taman, qanday o'rnatilishi kerak. Ya'ni 100 talik turba shunday kirdi. 100 talik turbaga rezinkasi bilan kirdi. Bunda yana hid ham yo'q, suv ham chiqmaydi. Albatta uringa qo'yiladi. Hamma tomonlama urin turishi kerak. Bu tomoni ham hamma tomon urin turishi kerak. Keyin mana bu xonachamizga hozir bir trap o'rnatyapman, trap. Mana hozir sizga ko'rsatib o'taman. Trapni ham qo'yganman. Kechirib kelib anaqa o'zini trapda hid chiqmaydigan narsasini oldim. Ya'ni bunga yengitdan qo'ydim. Chunki o'ziniki zavodskoydiki, hozir sizga ko'rsatib o'taman. O'zini zavodskoyi qo'shimcha bo'lib o'zga o'tibdi, endi foydasi tegadigan o'taman. O'ziniki mana bu ochilib qolgan, ishlamay qolgan mexanizmda bu yerdan xonamizga hid chiqqan. Shuni hisobiga buni olib tashladimda kecha o'zim mana olib keldim. Bu ham endi qo'shimcha ma'lumot. Mana endi hid chiqmaydigan o'taman trapga. Yana nimaga e'tibor berish kerak? O'zini bochkasi, ya'ni o'zini bochkasi keladi. O'zini turbasi, o'sha o'zini bir-biriga tushadi, teshigi bor, bir-biriga tushadi, o'zini rezinkasi bor. Hermetiklab o'sha rezinkaga tiqiladi. Menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu juda ham oson. Anaqa faqat o'sha turbalarni qo'yayotgan paytda o'sha chashagan degan mo'ljallar razmerda, ya'ni razmerlarni olib, chashagan razmerlarini olib to'g'ri qo'yilishi kerak. Uklonlar, ya'ni turbalaringizning uklonlari to'g'ri kelishi kerak va o'sha teshikka siz atvod bilan ya'ni chiqarishingiz kerak. O'sha teshikni moslashingiz kerak. Beixtiyor bu ko'tariladi, ozgina ko'tarilib qoladi. Ya'ni tagida anaqasi bor-ku, suv turadigan joyining hisobiga ozgina bu albatta ko'tariladi. Ozgina ko'tarilib qoladi. Ko'p joyda o'zi bir qarich ko'tarib beraman, shu unaqa chiqib qilinish uchun. Keyin buni hozir ko'rsatib o'taman. Bo'lgandan keyin chiroyli qilib o'sha stashkalarni qilib, tayyorlab, to'g'rilab anaqa qilinadi, ya'ni tekslab olinadi. Shu kafilga joy tashab ketiladi va oxirida kafillarni ham qo'yiladi. Ya'ni kafilda razmerlarda joy tashab ketiladi. Stashka qilgan paytda, o'sha quygan paytda anaqa. Endi stashkani buni shebem bilan qilmaysiz, iloji boricha qum bilan qilganingiz yaxshi. Yuqqa qum bilan qilganingiz yaxshi. Iloji boricha anaqaga, chashaganga
sement yopishmasligi kerak. Iloji shunday straxovani qilingki, anaqa bo'lmasligi kerak. Ertaga случайно bo'lsa olishingiz mumkin. Ko'p joyda mana ko'ramiz, sindirib oladi chashagani, buzishga to'g'ri kelib qoladi. Men o'zi qilgan joyimda mahkam va yechsa bo'ladigan qilib qilsa bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Menimcha foydasi tegdi degan umiddaman. Foydasi tekkan bo'lsa, like va podpiskani bosing. Shunday chiroyli chiqishlar qilib turaman. E'tiborlar